Assalomu alaykum aziz ko'rarmanlar. Men hozir sizlarga Peter Poshkal qo'y go'shti qo'rimizning tayyorlash usuli va asos materiallarini tunishtirib o'tmoqchiman. Oldindan tunishtirdig'im qo'yning buloq go'shtini 400 gram, ko'k va qizilmush burg'uzakdan, bir bosh piyoz, tuz, oqmush, zira, yo'lki rahmal, sumay, suv va oqshorpa qatorliq materiallar bilan tayyorlab chiqamiz. Biz oldi bilan bu xamirni yug'urib tayyorlab olaylik. Xamirni yug'urib oldik. Orqadan bu go'shtni pishshaq donchiqlab to'g'rab tayyorlab olaylik. Go'shtni to'g'rab oldik. Orqadan ko'k va qizilmushlarni tumurni o'tib pishshaq donchiqib to'g'raymiz. Siz mushni kichik qismida to'g'rasangiz yaxshi to'g'riladi. Ya'ni bosh piyozni pishshaq donchiq to'g'rab olamiz. Biz endi yug'urib tayyorlangan xamirni piltiq tuzib olaylik. Piltiqlab, yurib cho'nlig'ida uzib olamiz. Xamirni mana shunday qilib olamiz. Endi xamirni yechib olaylik. Jiltni yechib oldik. Qo'rim qaynabdi. O'tni besayotgandan keyin jimbilni maylab olamiz. Endi jimbillik solib olaylik. Jiletni maylab olaylik. Maylab olishdan maqsad jilet bir-biriga chaplashib ketmasligi uchun. Üstüne yana bir maylaymiz. Maylab bo'lgandan keyin ustiga yana bir qat solamiz. Orqadan ustini yana bir maylab olamiz. Endi tuvoqni yapib olaylik. Tuvoqni yapdik. Jiletni taxminan 8 minut atrofida qaynatamiz. Biz oldin o'choq o't yoqib, qozon qizgandan keyin yarim cho'mich may qo'yib olamiz. May tushidi. May tushgandan keyin biz bu go'shtni solamiz. Ondan tuzdan bir bal qo'shib solamiz. Orqadan piyoz solamiz. Piyoz solib, biroz qo'rib, lizik biroz chiqqandan keyin qoldirmaklarni solamiz. Oqmush, yarim bal qo'shib, zira, ziradan 2 bal qo'shib solamiz. Biroz qo'rgandan keyin ko'k va qizilmushlarni solib olamiz. Orqadan ozroq oqshorpa va yoki suv bo'lsa bo'ldi, biroz qo'yamiz. Ya'ni yo'l kraxmaldan ozroq solib olamiz.
Bu qorma tayyor bo'ldi. Bu vaqtni to'shdi. Jildni tayyor bo'lib qopti. Bir taldan olamiz. Elib, biz bu jildni 3 burchak qatlab, taqsining atrofiga tizib olamiz. Temirni tizib oldik. Tayyorlangan bu qo'rimni taqsining o'ttirga usimiz. Usib oldik. Bu qo'rimning ta'mi asosiy zira, kabob ta'mida chiqdi. Bu qo'rma rangi o'zgarib, qizil, yeshil, oq, 4 xil rangda chiqdi. Bu qo'rimni yeyish usuli. Bitir po'shkolning o'ttirisiga qo'shib bilan qiymini ilib shunda qatlab iste'mol qilamiz.